oyoqlarni xunuk qiladigan mayda tomirli bemor bizga keldilar. Bugun bularni dermoviy lazerimiz yordamida davolaymiz. Mayda tomirlar har doim yayroq, ya'ni oziqlantiruvchi pitaychi vena deymiz. Venalardan oziqlanadi. Birinchi etap bilan bu tomirlarni biz venavizor yordamida belgilab olishimiz kerak. Keyin lazer bilan bularni kuydirib chiqamiz. Ikkinchi etapim keyin mayda qolgan tomirlarni ham lazer bilan yopamiz. Qani ketdik.